Xullas, ishdaligimda xotin telefon qildi-da, adasi nima yegiz kelyapti, nima ovqat qilib qo'yay dedi. 5 barmoq yegim kelib yuribdi. Bir 5 barmoqqa maza qilib 5 barmoq yeylik desam. Maraga topsam mamna qilib takun bezatib 5 barmoq qo'ydi. Yo'q, jonim o'xshagan. O'xshagan. Chutki qazisi qani buni? Qazimni yegiz keldi. Yo'q, prosta o'rtasiga o'rab yerdik-da, o'zini yegandan ko'ra. Va baraka toping. Yaxshi olsam uylanganman bori. Xullas, hurmatlaringizlar, 5 barmoq bizning uyda shunaqa. Sizlarning uyda qanaqa? Sizlar qanaqasini yegansizlar?